O'rtoqlar, bizda svet ko'p o'chayotganligi sababli uyda damashni chiroq yoqishi usulini o'rgataman. Bizga mana bitta patron kerak bo'ladi. Qarang, patronga ikkita simni o'rnatamiz. Mana patronimiz. Patronga o'rnatganimizdan keyin mana patronimiz. Mana patron. Mana patron tayyor. Keyin bizga bitta magnit kerak bo'ladi. Magnit. Mana magnit. Keyin uyda menimcha bitta parcha yog'och olamiz. Taxtacha bo'lsa bo'ladi. Taxtachani qo'yamiz. Taxtachani ustiga magnitni qo'yamiz. Taxtacha quruq bo'lishi kerak. Oddiy uyda qoqiladigan mix. Mana mix. Mixga mana bunaqa simni o'raymiz mana. Admotga deyiladi. Mana. Admotka hisobida simdan o'raymiz. Bu ko'p xonadondan sham yoqamiz bizlar. Shu shamni oldini olamiz. Mana. Mana bu holatga olib kelasizlar. Holatga olib kelganimizdan keyin bu admotga hisoblanadi mana mix. Ustidagi sim admotga. Buni mana ko'rib turganlaringizdek magnit ustiga qo'yamiz. Mana magnit ustiga qo'yganimizdan keyin mana patron. Patronimizga oddiy led lampamiz bor, lampochkamiz. O'sha lampochkada mana buraymiz. Mana. Mana o'rtoqlar. Mana ikkita simi, mana lampochkamiz. Lampochkamizni qo'yamiz. Mana bunisi minus. Mana minusni ko'rib turinglar. Minusni bir tomoniga tegizamiz mixga. Mana bu pilisini ikkinchi tomoniga tegizamiz. Mana. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Mana. Qo'yamiz. Yonadi. Olamiz, o'chadi. Agar ixtiroyimiz ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyaga bitta like bosib qo'yinglar. Bu shamdan ma'qul. Qo'l bola.